Jeffrey Epsteinni 3 milliondan ortiq yangi release qilingan fayllarning ichida bitta juda ham ko'p musulmonlarni vahmaga solgan bitta narsa topildi. Bu Emiratning fuqarosi business lady bo'lgan Aziza Al-Ahmadi degan ayol nomidan Jeffrey Epsteinga dunyodagi planetadagi eng jirkanch, iflos, eng pedofil izrashenец insonga dunyodagi hamma musulmonlar uchun eng sacred, eng muqaddas joy bo'lgan Ka'bani ichki tomonidan, ustki tomonidan va 10 milliondan ortiq musulmonlar qo'lini tekkizgan materialini olib Jeffrey Epsteinga yuboradi. British Airways kompaniyasi orqali yuboriladi yuborayotganda package art piece, ya'ni qimmatli san'at asari qilib registratsiya qilinadi va shunaqa qilib yuboriladi. Nima deb o'ylaysizlar? Bu yuborishdan maqsad nima? Va Jeffrey Epsteinga, dunyodagi eng jirkanch odamga Ka'bani ichidan ustidan deyarli 10 milliondan ortiq musulmonlar qo'lini tekkizgan, ibodat vaqtida tegan, super moshniy energiyaga ega bo'lgan Ka'bani ustidagi shu material kisva deyiladi. Nimaga kerak? Buni javobini primerni men taxmin qilaman, lekin birinchi bo'lib sizlarni variantlaringlarni eshitib ko'rgim kelyapti. Обязательно yozib qoldiringlar, keyingi videolarda buni analiz qilamiz.